summit to'g'risida gaplashamiz. Tarixiy voqea desa ham bo'ladi. Oldin munosabat boshqacha edi. Vaziyat ancha o'zgardi. Bugungi kunda lekin eksportimiz baribir diversifikatsiyasi unaqa kengagani yo'q. Tezroq shu masalalarni yechishimiz kerak. Bizani hali qo'limiz yetmayotgan ekan. Butunlik qanaqadir o'sha do'stlik, hamjihatlik Va u taraf ham yutsin deyiladi. Geosiyosiy manfaatlarini ko'zlamayaptimi? birontasida xavfsizlik so'zini eshitmadik. Bu bizga qaratilgan ko'proq ishonch deb bilaman. Vizachi, vizalarga bir yengillik bo'ladimi? Global bir siyosatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jarayonlarning o'ylaymanki boshida turibmiz hozirgi kunda. Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. CPR podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugun biz o'zbek media segmentini yaxshi ma'noda portlatayotgan summit to'g'risida gaplashamiz. Ya'ni 3-4 aprelda Samarqandda bo'lib o'tgan Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi yirik summit, tarixiy summit, ya'ni bizning vatanimizga Yevropa ittifoqidan turli rahbarlar va Markaziy Osiyoning prezidentlari tashrif buyurishgan va biz ushbu sammitning asosiy tashabbuslari va sammit atrofida bo'layotgan aynan shov-shuv to'g'risida muhokama qilishga qaror qildik va bugun biz Progressiv islohotlar markazi rahbari Mirshohid aka Aslanov va iqtisodiyot bo'yicha mutaxassisimiz Saodat Umarovani taklif qildik. Xush kelibsizlar. Keling shu suhbatni boshlashda birinchi navbatda u summit o'zi nima haqida, asosiy tashabbusi to'g'risida bir gaplashaylik. Mirshohid aka. Rahmat. Summit haqida rostdan ham gapirishga arzigulik ishlar bo'lib turibdi. Chunki bu summit birinchi marta bo'lyapti. Birinchi marta mintaqalar aro oliy darajada mana shunaqa bir yig'ilish bo'lyapti-da. Bu menimcha shuni o'zi bilan bu bir tarixiy voqea desa ham bo'ladi. Shu paytgacha alohida uchrashuvlar bo'lgan. Bizning yaxshi formatlarimiz bor. Masalan, O'zbekiston yoki Markaziy Osiyo plus Yevropa ittifoqi degan uchrashuvlar bo'lgan. Turli darajalarda, turli mavzularga bag'ishlangan, lekin mana shunaqa bir mintaqalar aro summit bu birinchi marta bo'lib turibdi-da. Bu nafaqat Yevropa bilan, balki mana shu Markaziy Osiyo uchun ham bunaqa mintaqalar aro summit birinchi marta bo'lib turibdi. Chunki boshqa bunaqa bir formatimiz men eshitmaganman. Masalan, Yevropa, Markaziy Osiyo va Osiyo Tinch okeani sammiti yoki ASEAN sammiti yoki bo'lmasa bir boshqa bir NAFTA sammiti yoki bu Afrika davlatlari bilan Markaziy Osiyo sammiti yoki Janubiy Osiyo, Markaziy Osiyo sammiti degan narsa bo'lmaganda, shu jihatdan odatda Markaziy Osiyo plus 1 bo'lardi, bir qaysidir davlat bo'lardi yoki bir nima bo'lardi. O'shanga menimcha shu jihatdan ham bu juda katta bir tarixiy ahamiyatga ega. Ya'ni Markaziy Osiyo bir tashqi siyosatda, global siyosatda bir boshqacha bir sifat jihatidan yangi bir bosqichga chiqdi desak ham bo'ladi. Ikkinchidan, Yevropa ittifoqi uchun ham bu juda bir hayajonli damlar deb o'ylayman, chunki hozirgi kun bilasiz, butun dunyoda bir tez o'zgarib, shiddat bilan o'zgarib va kutilmagan bir voqealar bo'lib ketyapti-da. Bir tarafda mana Amerika Qo'shma Shtatlarida bir savdo, bir qanaqadir diplomatiyada bir qurol sifatida ishlatilib boshlandi. Mana kuni kecha Amerika Qo'shma Shtatlari butun dunyoda bir 200 ga yaqin davlatga nisbatan yangi tariflar joriy qildi. Bu bir misli ko'rilmaganda bu, chunki Jahon savdo tashkilotining bir tamoyillariga qarshi bo'lgan, zid bo'lgan bir qanaqadir qarorlar qabul qilinyapti va umuman olganda mana Yevropa ittifoqi vakillari ham buni ta'kidlashdi. Afsuski, ming afsuski, savdo bu qurol sifatida ishlatilib boshlandi tashqi siyosatda. Va shu butun dunyoda bir qanaqadir bir savdo urushlari avj olayotgan paytda yoki bo'lmasa masalan Ukraina atrofida, urush atrofida juda katta bir ishlar bo'lyapti. Mintaqalar aro bir tushunmovchilik, bir ishonch krizisi bo'lib turgan paytda mana shu bir Yevropa ittifoqi bir Markaziy Osiyo bilan bir mana shunaqa yuqori darajada summit va bir strategik sherikchilik borasida suhbat olib borilayotgani bu Yevropa uchun ham bu juda katta bir namuna va voqea bo'lib turibdi hozirgi kunda. Mana shu jihatdan ham bu o'ylaymanki muhim. Qo'shimcha sifatida aytmoqchiman, buni yana bir tarixiy jihatdan
o'rgansa bo'ladi. Ya'ni siz aytib o'tgan formatlarda ko'pincha Markaziy Osiyo bu qanaqadir xavfsizlik prizmasida yoki Afg'onistondagi tinchlik barqarorlik prizmasida o'rganilgan. Hozir masalan von der Leyen chiqishlarida 4 ta asosiy yo'nalish aytilib, birontasida xavfsizlik so'zini eshitmadik. Asosan O'zbekistonga yangi iqtisodiy qanaqadir imkoniyatlar va yangi sherikchilik, yangi savdo yo'llarini o'rnatish va haqiqatdan to'laqonli hamkor sifatida Markaziy Osiyoga yuzlanyapti Yevropa Ittifoqi va aynan shu sammitda Markaziy Osiyo bir chegara, o'sha Markaziy Osiyo davlatlari chegarasida bir butunlikni aks etyapti va o'sha tashqi siyosatida ham, tashqi iqtisodiy munosabatlarida ham o'zaro kelishilgan holatda Yevropa Ittifoqi bilan yangi aloqalarga kirishga tayyorligini ko'rsatyapti va menimcha shu Markaziy Osiyoni ichidagi butunlik qanaqadir o'sha do'stlik, hamjihatlik ham bu sammitda o'z aksini topdi. Kuzatuvchilarimizni bir ramziy o'rnini, ramziy muhimligini bir ko'rsatib bersaydik. Undan oldin ikkalovinglar ham aytdinglar, o'sha oldin Markaziy Osiyo Yevropa Ittifoqi bilan hamkorlik qilgan. Biz o'sha hammamiz biladigan C5+1 yoki 5+1 degan platformalar bo'lgan. Ba'zi birlar aytishi mumkin, mana siz aytdingiz yoki medialarda ham aytishyapti, tarixda birinchi marta, undan oldin bo'lmaganmi degan savol bilan yuzlanishi mumkin. Shunday savollarga javob quyidagicha bo'ladi. Oldin munosabat boshqacha edi. Ya'ni shunaqa 5+1 platformalarida o'sha tashqi kuchlar, Yevropa bo'ladimi, Rossiyami, Amerikami, biz bilan qandaydir bizning masalalarni yechishga yordam berishga qaragandek munosabat bo'lgan. Hozir o'sha 8 yil davomida o'sha Markaziy Osiyoni landshafti butunlay o'zgardi. Biz bir-birimiz bilan yaxshi munosabat qilishni boshladik. Chegaralar yaqinda ham bo'lib o'tgan, nima deydi, O'zbekiston, Tojikiston, Qirg'iziston o'rtasidagi va nihoyat o'sha chegaralarni delimitatsiya, demarkatsiya qildik. Mana shu jarayonlar bizni yaxlit bir region sifatida aktor bo'lishga qandaydir ma'noda undadi va uni simvolik o'sha ramziy elementi esa aynan Yevropa Ittifoqi birinchi marta, siz aytib o'tdingiz buni, ikkita nima deydi, mintaqa o'rtasidagi strategik sherikchilik. Biz bilamiz, davlatlar, masalan, Yevropa Ittifoqi qaysidir davlatdan strategik sherikchilik shartnomasini imzolasa bu normal, lekin biz bu yoqda ko'rib turibmiz, ikkita region, ikkita mintaqa bir-biri bilan shunday sherikchilik munosabatlarini o'rnatdi. O'shaning uchun bu juda ham muhim voqea. Endi Mirshohdagi biz bilamiz, siz tashqi ishlar vazirligida ishlagansiz, Brusselda O'zbekistonni nima deydi, diplomatik vakolatxonasida ishlagansiz. Shu tajribangizdan kelib chiqib, keling shu ikkita Yevropa Ittifoqi va Markaziy Osiyo o'rtasidagi munosabatlarni va siyosatini solishtirsak, bugun va kecha deylik. To'g'ri, solishtirishga arziydi, chunki endi shu tashqi ishlar vazirligida uzoq yillar ishlaganman. Brusselda o'sha O'zbekiston Yevropa Ittifoqi munosabatlari bilan shug'ullanganman va oldingi va keyingi siyosatni, aloqalar darajasini ma'lum bir ma'noda baholash imkonim bor deb o'ylayman. Shundan kelib chiqadigan bo'lsam, endi agar 16-yilgacha oladigan bo'lsak, aloqalar umuman boshqacha edi. Afsuski o'sha paytlari Markaziy Osiyo birligi haqida gapira olmas edik. Nafaqat birligi haqida gapira olmas edik, balki bizni oramizda shu tashqi bir nima deydi, qozi qidirardikda va o'sha Yevropa Ittifoqiga ham borib, kerak bo'lsa shu o'zaro Markaziy Osiyo davlatlari muammolarni yechishga ularni bir uchinchi bir taraf sifatida ko'rardida va borib imkon boricha shu bir-birimizni nima deydi, yaxshi tarafimizni emas, muammolarimizni ko'rsatib, shu o'rtada bir bizga bir hukm chiqarishini xohlar edik va istar edik va mana shu jihatdan afsuski shu Markaziy Osiyoni ular bir mustaqil bir subyekt emas, xalqaro munosabatlarning subyekti emas, balki obyekti sifatida qarashardi. Ya'ni bizga bir yordam berish kerak deb o'ylashardi. Bizning o'rtamizda shu bir suv masalasida bir qanaqadir yordam berish kerak deyishardi. Xavfsizlik masalasida o'zaro tushunishga yordam berishga har xil loyihalar bo'lar edi. Mana shu bir savdo aloqalarini yaxshilashga Markaziy Osiyoda bir
e'tibor berar edi va mana shu uchun Markaziy Osiyoni ma'lum bir ma'noda bir kichik hamkor sifatida ko'rishardi-da. Ya'ni bir kichik uka sifatida bir xalqaro munosabatlarda ko'rishar edi. 2016-yildan keyin vaziyat o'zgardi. Bu borada butun dunyoda vaziyat o'zgarayotgan edi. Butun dunyoda bilamiz, hozirgi kunda biz o'zaro ishonch tushib boryapti. O'zaro bir qanaqadir hamkorlik rishtalari uzilyapti. Xavfsizlik masalalari oldinga chiqyapti. Va mana shu payti Markaziy Osiyo boshqalarga qaraganda bir ijobiy namuna bo'lib boshladi va bu narsa Yevropa ittifoqida ham katta e'tiborga tushdi. Markaziy Osiyoni hattoki Yevropa bilan solishtiradigan bo'lsak, Yevropada muammolar ko'payayotgan paytda bizda qayta muammolarimiz yechilishi mumkin emas degan bir o'ylovlarga qarshi zid o'laroq muammolar tezda yechilib, bir yangi bir butun dunyo uchun namuna bo'ldik va o'sha uchun Yevropa ittifoqida ham juda ko'p marta aytilardi, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekiston bilan aloqalar bu bir yaxshi bir kayfiyat olib keladigan bir munosabatlarga aylanib qolgan edi-da. Bu endi mushaqdagi bu oddiy gap emas, bir hozirgi yaqinda chiqqan kommunikeda ham shuni e'tirof etib ketishgan. Biz Markaziy Osiyoda bo'layotgan jarayonlarni biz iliq qabul qilamiz deb aytib ketgan joylari ham bor. Ha, albatta, endi buni hamma tan oladi. O'sha uchun mana shu bir vaziyat ancha o'zgardi va mana bugungi kunga kelib Markaziy Osiyoni nafaqat bir o'zaro bir hamkorligi tan olinyapti, balki Markaziy Osiyoni birinchidan ma'lum bir ma'noda teng hamkor sifatida ko'rilyapti. Ya'ni butun Yevropa ittifoqi va Markaziy Osiyoni, u yoqda Yevropa ittifoqida 30 ga yaqin davlat bo'lsa, Markaziy Osiyoda 5 ta davlat bo'lsa, mana shu mintaqalarni ma'lum bir ma'noda teng hamkor sifatida ko'rilyapti. Bu nimada bilinadi desangiz, mana shu strategik hamkorlik haqida gapirganida Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoni shu dunyodagi global muammolarni birgalikda yechish borasida, demak, gap boryapti. Shu global nuqtai nazardan global xavfsizlik, global ekologik muammolar haqida, global migratsiya muammolari haqida birgalikda yechish borasida teng hamkor sifatida ko'rilyapti. Rahmat katta. Saodat, asosiy qanaqa tashabbuslar bildirilyapti endi bu sammitda? Asosiy tashabbuslardan biri bu albatta infrastrukturani rivojlantirish. O'sha biz aytyapmiz Transkaspian koridor. Bu birinchi o'rinda Yevropa ittifoqi uchun juda ham ahamiyatli. Har xilga siyosiy vaziyatlar tufayli Yevropa ittifoqi qanchalik ko'p yo'llarga ochiqlikka ega bo'lgani sari shunchalik ko'p imkoniyatlarga erishadi. Va bu albatta eksport diversifikatsiyasi bilan bog'liq va umuman stabil siyosat olib borish uchun ham juda ham muhim. Yana bir tashabbuslardan biri bu albatta yashil iqtisodiyot. Markaziy Osiyo uchun Osiyoni katta imkoniyatlar bozori deb o'rganyapti hozirda Yevropa ittifoqi. Albatta bu qayta ishlab chiqaruvchi energiya sifatida va bilamiz hozir juda katta eksport bozori Markaziy Osiyoda joylashishi mumkin. Albatta yana bir asosiy qismi bu o'sha nodir elementlar, noyob elementlar eksporti, bu uran, litiy va boshqa elementlar. Markaziy Osiyo ham bu davrada ham Xitoyga raqobatbardosh bir region sifatida o'rganiladi. Chunki o'sha nodir elementlarni bozorda 90% Xitoy tomonidan yuritiladi va Markaziy Osiyo bu albatta ikkinchi resurs manbai Yevropa ittifoqi uchun. Fikrimcha iqtisodiy aloqalarni yaxshilash ikki tomon uchun ham foydali, ham judayam istiqbolli yo'nalish deb o'ylayman. Birinchi navbatda o'sha Kaspiy dengiz yo'li bo'yicha o'sha o'rta koridorda Yevropa ittifoq juda ham manfaatdor dedingiz. Boshqa tomondan bizga ham bir yo'llarimizni diversifikatsiya qilishda katta hissa qo'shadi. Bilamiz, o'sha Rossiya Ukraina urushi tufayli baribir biz bilamiz, o'sha shimoldan biz tovarlarimizni eksport qilardik. Endi bu alternativa sifatida ko'rilyapti. Shuni ham aytib o'tish kerak, qanchalik Yevropa ittifoqi o'sha investitsiyani
o'sha yo'lga qo'yish jarayonini tezlashtirsa shuncha yaxshi, chunki ma'lumotlarga qaraganda hozirgacha atigina 100 ming tonna tovar Yevropa hududiga o'tar ekan va o'sha va'da berilgan 10 milliard dollar tikilgandan keyin bu son 8 minggacha yetishi mumkin ekan. Ya'ni bu nima deydi, proyektdan ikki tomon manfaatdor desak bo'ladi. Ikkinchi masala emas, tashabbus deylik, o'sha internetni tashqi davlatlarga aralashuvsiz to'g'ridan to'g'ri internet aloqalar ulash degan tashabbusini bildirish degani. Mushaqdagi qo'shimchalar bormi bu yoqda? Albatta, qo'shimchalar bor. Bilasizmi? Iqtisodiy jihatidan hozirgi kunda mana siyosiy hamkorligimiz bir strategik darajaga chiqqan bo'lsa, iqtisodiy jihatidan bu bizga qaratilgan ko'proq ishonch deb bilaman. Ya'ni hali bizning imkoniyatlarimiz to'liq foydalanmayapti desak ham bo'ladi. Masalan, transport aloqalariga haqida gapiradigan bo'lsak, bu o'rta koridorni rivojlantirish haqida gapiryapmiz. Ya'ni shu Markaziy Osiyodan shu Janubiy Kavkaz orqali Yevropa davlatlariga chiqish, bu bilasizmi, juda qisqa bir yo'nalish bo'lsa ham, ya'ni masalan, agar Yevropadan Xitoyga ketadigan bo'lsak, uzunligi 10 ming kilometr atrofida bo'ladi transport yo'llari, lekin uni 15 kun ichida kesib o'tish imkoniyati bor temir yo'l orqali va multimodal gruzovik nima deydi, yuk mashinalari orqali o'tish osonroq bo'lib turibdi hozirgi kunda. Endi ularda ham masala muammolari bor albatta. Mana bu sanksiya siyosati tufayli ba'zi narsalarni olib o'tish qiyin. O'rta koridor gapiradigan bo'lsak, bu 7000 kilometr, ya'ni bir 3000 kilometr qisqaroq bo'lib turibdi. Lekin afsuski yo'li bu bir 60 kungacha bo'lib turibdi olib o'tish. Ya'ni bir 2 oy davom etadi. Bu degani buning narxi ham, tranzit narxi ham ancha qimmat. Ba'zida 2-3 barobar qimmat bo'lib ketyapti. Chunki har bir kuni bu pul. Agar masalan multimodal bo'lsa, yuk mashina bo'lsa, bu haydovchining ham oyligi bo'ladi, boshqasi bo'ladi. Agar turish bo'lsa, biron joyda skladlarda turib qolish bo'lsa, bu o'sha ijara haqi bo'ladi. Bu o'sha turli multimodal bo'lgandan keyin turli joyda transport vositasi o'zgarganligi bo'yicha xizmat pullari bo'ladi. Ya'ni bu ham uzoq muddat jihatidan ham ancha qimmatga aylanyapti. Bu narsani yechsa bo'ladimi degan savolga ha degan javob topilyapti. Ya'ni bu birinchidan ortiqcha qog'ozbozlikni yo'qotish haqida gapirildi. Bularda mana elektron, demak, hujjatlar aylanish borasida suhbat olib borildi. Ya'ni ularda o'sha e-CMR yoki bo'lmasa e-tir degan dasturlar orqali o'shani tezlashtirsa bo'ladi. Ancha tezlashtirsa bo'ladi. 2-3 barobarga qisqartirsa bo'ladi o'sha byurokratiyani-da. Qolaversa, ma'lum bir nuqtalarda o'sha o'rta koridorda ingliz tilida bottleneck deymiz, ya'ni bir probka bo'lib qoladigan joylari bor. O'sha Kaspiyni oladigan bo'lsak, demak o'sha portlarda yukni tezda almashtirib, yuk mashinadan kemaga yoki temir yo'lga almashtirishda ancha-muncha ushlanib qolinadigan joylar bor. Mana shuni masalalarni yechish uchun Yevropa ittifoqi hozirgi kunda 10 milliard dollar va'da qilgan. Nafaqat o'zidan, balki butun dunyo nima deydi, hamkorlardan, sheriklar bilan birgalikda 10 milliard dollar tikamiz degan shu masalaga. Hozirgi kunda bu faqatgina qog'ozda qolib turibdi va mana shu sammitda ham aytildiki, shuni ijobat ro'yobga chiqarishimiz kerak. Ya'ni tezroq shu masalalarni yechishimiz kerak va transport yo'laklarini rivojlantirishimiz kerak degan gaplar bo'ldi. Bu juda muhim deb o'ylayman. Qayta va mana shuni bir nazorat qilish uchun alohida mexanizmlar joriy qilindi. Ya'ni doimiy ravishda Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi shu kelishilgan bir rejalarni amalga oshirishni, monitoringini amalga oshiradigan bo'ldi. Bu juda muhim deb o'ylayman. Qo'shimcha sifatida aytmoqchiman, o'sha koridorlarimiz rivojlanmaganligini yana bitta tomoni, jihati, uni natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. O'zbekiston GSP+ kelishuvi a'zosi va Yevropa ittifoqiga 60% tovarlardan 60% tovarlargacha tarifsiz eksport qilish imkoniyatiga ega. Lekin bugungi kunda kelishuv
imzolanganiga mana 4 yil bo'ldi. Bugungi kunda lekin eksportimiz baribir diversifikatsiyasi unaqa kengagani yo'q va 330 million yevro qiymatidagi tovarlargina bojsiz yetib boryapti hozir Yevropa ittifoqiga. O'rta koridor rivojlanishi o'sha bizani eksportimizni diversifikatsiyasini ham kengaytiradi. Chunki hozirda faqatgina 5% eksportimiz bu tekstil mahsulotlari, 2% eksportimiz bu meva sabzavotlar eksporti. Agarda siz aytgandek o'sha vaqt qisqarsa, biza qishloq xo'jaligi mahsulotlarini osonroq, yengilroq yetkazib berishimiz mumkin. Savdo iqtisodiy masalalarda keyingi muhim bir mavzu bu o'sha Markaziy Osiyoning, xususan O'zbekistonning muhim minerallari deyiladi. Shularning Yevropaga eksporti haqida gap ketdi. Bilasizmi, bunda bir yaxshi tomoni shundaki, Yevropa ittifoqi o'zini boshqa bir tashqi sotib oluvchilar, mijozlardan ko'ra o'zini farqli bir deb biladi, chunki ular Markaziy Osiyodan, xususan O'zbekistondan xom ashyoni olib chiqib ketish niyati yo'q. Ularning maqsadi mana shu xom ashyoni, O'zbekistondagi xom ashyoni O'zbekistonda qayta ishlab, tayyor mahsulot chiqarib, sotib olish haqida gapiryapti. Ya'ni ularda bilamiz, hozirgi kunda Yevropa ittifoqida yashil iqtisodiyot muhim o'rin egallayapti va mana shu jihatidan albatta mana shu batareyalarni qurish, mana shu bir yashil iqtisodiyotga kerakli bo'lgan shu minerallarni olish juda muhim ahamiyatga kasb etyapti. Aytganingizdek, Yevropa ittifoqi deyarli 100% shu xom ashyosini, o'sha batareyalarni xususan Xitoydan oladi va bu juda katta bir siyosiy, bir strategik xavflarni o'zida ichida qamrab oladi. Mana shu jihatidan shu xavflarni kamaytirish uchun Markaziy Osiyo bilan hamkorlik qilmoqchi. O'zbekiston mineral, demak, har xil minerallarga juda boy mamlakat va mana shu jihatidan Yevropa ittifoqi o'sha aytganimdek ham o'sha o'zining strategik vazifalarini bajarmoqchi va shu bilan birgalikda va shu orqali Markaziy Osiyoning iqtisodiy rivojlanishiga hissa qo'shmoqchi. Markaziy Osiyoga texnologik transfer haqida gapiryapti, ya'ni bizning sanoatimiz modernizatsiyasi haqida gapiryapti. Bu bizda yangi bir sanoat ishlab chiqarish, bir turli obyektlarning qurilishi haqida gapiryapti. Shu bilan birgalikda bizning mutaxassislarimizning malakasini oshirish haqida gap ketyapti bu yerda. Ya'ni bu juda katta bir-biriga bog'liq bo'lgan masalalar. Bu o'sha kambag'allik qisqartirish bo'ladimi yoki bo'lmasa yashil iqtisodiyotga o'tish bo'ladimi? Shu bizning ham O'zbekistonning ham vazifalaridan kelib chiqqan holda bir hamkorlik haqida gap ketyapti. Mana shu jihatdan men o'zim shaxsiy fikrim, Yevropa ittifoqi biz uchun bir ustuvor hamkor sifatida ko'rsak, bu to'g'ri bo'ladi deb o'ylayman. Chunki Yevropa ittifoqining bir siyosatida, xususan tashqi siyosatidagi asosiy tamoyillardan biri bu, bilasizmi, o'zaro manfaatli hamkorlikni izlash bo'lib turadi. Masalan, agar boshqa davlatlar bilan gapiradigan bo'lsak, ba'zida zero sum game deydi. Ya'ni kimdir yutish kerak, kimdir yutqizish kerak degan bir tushuncha bo'ladi-da. Yevropa ittifoqining o'sha tashqi siyosiy tamoyillaridan biri hamkorlikda hech kim zarar ko'rmasin deyiladi. Va u taraf ham yutsin deyiladi. Ya'ni o'sha o'zining hamkorining ham manfaatini hisobga olgan holda siyosat yuritadi-da. Mana shu jihatidan o'ylaymanki, biz juda ko'p narsaga yutishimiz mumkin hamkorlikdan. Chunki Yevropa ittifoqi bilan hamkorlik deganda biz o'zimizni ham tayyorlaymiz va raqobatdosh qila olamiz iqtisodiyotimizni. Bu o'sha sanoatimizni bir yangi bir bosqichga chiqarib, texnologiyalarni olib kelsak, mutaxassislarimiz demak malakasi oshib, o'sha Yevropa standartlari darajasida agar ish yurita olsak, biz butun dunyoda raqobatdoshligimiz oshadi. Shu bilan birgalikda Yevropa ittifoqi biz bilan hamkorlikda o'sha huquq ustuvorligiga alohida e'tibor qaratyapti-da. Bu ham juda muhim, chunki xalqaro savdoda huquq ustuvorligi bu juda muhim. Bu o'sha o'zaro intellektual deylik huquqlarni himoya qilish haqida gap ketyapti. Mana yaqinda O'zbekiston va Yevropa ittifoqi kengaytirilgan hamkorlik bo'yicha shartnoma imzolashga tayyor bo'lib turibdi. Bu ham mana shu sammitda, yakuniy kommunikeda bayonotda aks ettirildi.
mana shu yili 25-yili O'zbekiston va Yevropa Ittifoqi EPC deydi, Enhanced Partnership and Cooperation Agreement deydi, o'sha kengaytirilgan hamkorlik bo'yicha bir shartnomani imzolash haqida gap ketyapti. Bu juda bir tarixiy shartnoma bo'ladi deb o'ylayman, chunki uning ichida juda ko'p shu ayni savdoga bog'liq eng katta bobi o'zi shu savdoga bag'ishlangan. Uning ichida shu O'zbekiston shu Yevropa standartlarini asosida demak hamkorlik haqida gap ketyapti. U standartlar Yevropaniki emas, umuman oladigan bo'lsak, chuqurroq kiradigan bo'lsak, bu Jahon savdo tashkilotining o'zi standartlari, normalari. Ya'ni Yevropa Ittifoqi O'zbekiston bilan shu Jahon savdo tashkiloti normalarida asosida hamkorlik kelishyapti-da. Bu juda muhim bizga, chunki biz mana shu uzoq yil davom etdi. Men o'zim 2018-2019-yillari Brusselda mana shu shartnomaning boshida turgan edim. Gaplarimizdan nima deydi, hammasi zo'r, pozitiv deb tuyulyapti. Endi buyuk bir aktor xalqaro munosabatlar Yevropa Ittifoqi geosiyosiy manfaatlarini ko'zlamayaptimi? Markaziy Osiyoda degan savol kuzatuvchilarni qiziqtirishi mumkin. Bilamiz endi ko'p hozir ekspertlar hammasi geosiyosiy manfaatlar deb ko'p ta'kidlashadi. Yevropa Ittifoqida bunaqa manfaatlar yo'qmi? Ingliz tilida nima? Faqatgina benign, juda ham yaxshi ittifoqmi, aktormi demoqchiman endi. Nima deysizlar? Yevropa Ittifoqi avvalambor albattaki o'zining pragmatik tashqi siyosatdan kelib chiqadi har qanaqa munosabatlar. Shu jumladan Markaziy Osiyo bilan ham ularning ham tashqi siyosiy maqsadlari bor. Har doim ham Markaziy Osiyo davlatlari O'zbekistonning manfaatlari bilan uyg'un deya olmaymiz. Ba'zida qarama-qarshi bo'ladi, ba'zida to'g'ri kelmaydi. Yo'q, inson huquqlari haqida gapirmoqchi emasman, chunki inson huquqlari umuman olganda himoya qilish bu yaxshi jarayon. O'zbekiston ham bu borada ancha yutuqlarga ega bo'ldi va bu boradagi siyosat Yevropa Ittifoqi tomonidan qo'llab-quvvatlanadi. Bu masalada o'ylaymanki 95% bizning manfaatlarimiz to'g'ri keladi deb o'ylayman. Men aytmoqchi bo'lganim, masalan, hozirgi kunda Yevropa Ittifoqi yoki bo'lmasa boshqa bir tashqi siyosiy kuchlar orasida ziddiyatlar ko'payib boryapti. Masalan, Yevropa Ittifoqi va Rossiya, Yevropa Ittifoqi va Xitoy masalasida, Yevropa Ittifoqi va Amerika o'rtasida har xil tushunmovchiliklar bo'lib turibdi. Va mana shu borada albattaki Yevropa Ittifoqi ham o'zining tashqi siyosatidan kelib chiqqan holda Markaziy Osiyoni o'zi tarafga sherik sifatida demak nima deydi, bir burishni harakat qiladi har doim. Va albattaki mana shu bir ziddiyatlarda tomonlarini tanlashga nima qiladi, manfaatdor desak ham bo'ladi. Ya'ni masalan tashqi siyosatda ma'lum bir voqealarga Markaziy Osiyo davlatlari baho berishni istaydi. Kimnidir balki qoralashni xohlaydi. Lekin O'zbekiston har doimgidek avvalambor o'zining manfaatlari ustuvor ekanligini aytib kelgan, ta'kidlab kelgan va quvonarli tarafi shundaki, Yevropa Ittifoqi ham buni tan oladi. Ya'ni aytadiki, biz sizlarning vaziyatingizni juda yaxshi tushunamiz. O'zbekistonning tashqi siyosiy pozitsiyalarini biz hurmat qilamiz va sizlarni Markaziy Yevropa Ittifoqi tarafida bo'lishinglarni xohlamasliklaringizni tushunamiz deydi. Bu bizning o'sha tashqi siyosiy bir dono bir tashqi siyosatimizning bir ifodasi desak ham bo'ladi. Chunki afsuski ba'zida shunaqa bo'ladiki, Yevropa Ittifoqining bir qanaqadir bir stimullariga, grantlariga, boshqasiga ishonib, deylik, uchinchi bir tarafga qarshi yurgan davlatlar ham bor va ular shu o'rtada muammolarga duch kelib qoladi. Arosatda, nafaqat arosatda qolib ketadi, balki bir tortishish obyektiga aylanib qoladi. Agar masalan nimani oladigan bo'lsak, hozirgi vaziyat Ukraina atrofida. Ming afsuski ko'rishimiz mumkinki, bu o'sha taraflarning tortishuvida bir obyekt sifatida qolib ketib, kimgadir ishonib, o'zining yaqin qo'shnisi bilan urushib, boshqa bo'lib ketganlari ko'rib turibmiz-da. Bu o'sha bir uzoqni o'ylamasdan ish qilganning bir oqibatlaridan biri deb o'ylayman. Ya'ni sabablari albatta ko'p. Tarixiy sabablar bor, boshqa geosiyosiy sabablari bor. Lekin shu yana bir sabablardan biri o'sha o'ylamasdan o'zining davlatining manfaatida emas, balki o'sha bir tashqi kuchlar
bir chorlaganligi tufayli bir qanaqadir noto'g'ri bir siyosiy qarorlar qabul qilinishi desak ham bo'ladi. Bu jihatdan albatta Yevropa ittifoqi boshqa davlatlardan farqli emas deb o'ylayman. Chunki boshqa kuchli bir tomonlar, dunyoda bir kuchli bir tomonlar desak, hammasi albattaki xohlaydiki, Markaziy Osiyo davlatlari ular bilan sherik bo'lsin va boshqa bir tortishadigan taraflarga, deylik, qarshi bo'lmasa ham ular tarafda bo'lmasin yoki bo'lmasa bir qanaqadir hech bo'lmasa bir qoralasin deyiladi-da. Mana shu jihatidan albatta istaydi. Mana shu tarafdan oladigan bo'lsak, ma'lum bir xavflar mavjud bo'lgan, lekin O'zbekiston buni xavflarni hisobga olib, to'g'ri siyosat olib boryapti bu jihatida. Albatta agar inson huquqlariga keladigan bo'lsak, bunda o'sha ularda shu o'zining bir pozitsiyalari bor. Ba'zi narsalarda biz qo'llab-quvvatlaymiz, asosan qo'llab-quvvatlaymiz, lekin ba'zi narsalar bor, biz madaniyatimizga, qarashimizga deylik, to'g'ri kelmaydi va biz o'zimizning bir urf-odatlarimiz, qadriyatlarimizga sodiq ekanligimizni ularga aytib kelamiz. Lekin ritorikada yangramadi bunday LGBT masalalari, inson huquqlari to'g'risida gapirilgan. Ofitsialniy ritorikada ularni o'sha kommunikasi, lekin bu masalalar yangramadi. Endi Yevropa ittifoqi ham buni juda yaxshi tushunib turibdi, inobatga oladi va bu jihatidan aloqalarimiz yomonlashga bir to'sqinlik bo'lmasin deb ham ma'lum bir masalalarni gaplashmaslikka o'zlari qaror qabul qilgan. Aslida bu albatta ichki davlat siyosati va bunga aralashishga ham o'zi tashqaridagi davlatlarni haqqi ham yo'q. Hali ham bir aytib ketdingiz, Yevropa ittifoqini aynan iqtisodiy masalalar bo'yicha hamkorligini yondashuvi shundan iboratki, ular joint ventures bizani hududga kelib, aynan texnologiyalarni olib kirib, qo'shma kompaniyalar shodda yaratib va o'ziga kerakli miqdorda sotib olishi va shunday qazilmalar bor ekanki, o'sha minerallar bor ekanki, bizani hali qo'limiz yetmayotgan ekan, bizani texnologiyalarimiz yetishmayotgan ekan. Aynan o'sha Yevropa ittifoqi bizga kelib, o'sha texnologiyalarni olib kirib yordam beradi. Bu ham bir qaysi bir ma'noda biz uchun bizning manfaatlarga mos keladigan bir tashabbus. O'zbekistonda hali ochilmagan geologik qazilmalar soni ham juda ham ko'p. Ya, to'g'ri. O'zbekistondan agar oladigan bo'lsak, geologiya juda katta masala, muammo. Davlat rahbari ham doim aytadilar, geologiya masalalari juda ko'p. Bu nafaqat texnologiya, balki o'sha mutaxassislarning yetishmasligi ham borda. Ilm-fan rivojlantirish kerak. Bu juda bir katta bir investitsiya jihatdan intensiv sohada, bilim jihatidan juda katta bir ishlar olib borish kerak. Bu jihatdan quvonarli taraf shundaki, Yevropa ittifoqi texnologiya transferi haqida gapiryapti. Bu juda muhim, ko'pchilik buni tushunmaydi, chunki Yevropa ittifoqi bu bir innovatsiya jihatidan bir liderlardan biri va mana shu texnologiya borasida doim qizg'anish bor davlatlar orasida. Nafaqat Yevropa, butun dunyo o'sha texnologiyani boshqa davlatga sotishdan juda ehtiyotkor bo'ladi. Va mana shu jihatdan Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoga ma'lum bir ma'noda ishonch bildiryapti-da. Shu texnologiyasini bizga demak bo'lishishga, bilimni, innovatsiya bilan bir qanaqadir sherikchilik qilishga tayyor ekanligini ko'rsatyapti. Bu juda muhim deb o'ylayman, chunki bu ayni vaqtda mana shu sammitda aytildiki, shu ta'lim, innovatsiya borasida hamkorlik haqida alohida gap ketdi. Ya'ni ular o'sha bizning olimlarimizning Yevropaga borishi haqida, ularga yordam berish haqida turli loyihalar bor. Erasmus Horizon degan Erasmus Plus bor. O'sha Gorizont nima deydi, degan nimalari bor. Gorizont 2030 deydi. Shunaqa dasturlar bor. O'shalar doirasida olimlarimiz borib, o'sha Yevropaning eng bir nufuzli oliy o'quv yurtlari bo'ladi, institutlari bor, tadqiqot bir qanaqadir markazlari bor. O'shalar bilan hamkorlikka kerak bo'lsa shu nima deydi, sponsorlik qilishga, grantlar ajratishga tayyor ekanligini va kengaytirishga tayyor ekanligini bildirishyapti. Demak, xulosa qilib aytganimizda, Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi o'rtasidagi bu hamkorlik global miqyosda ham bir qandaydir ta'siri bormi endi? Albatta, bu hozirgi sammitga dunyoning turli chetlaridan diqqat bilan qarab o'tirganlar juda ko'p. Chunki bilasizmi, bu bir tarixiy bir
imkoniyat desak ham bo'ladi. Mana bilamiz, ilgari Buyuk Ipak yo'lidan juda asosiy savdo, demak madaniyat va innovatsiya demak yo'lagi bo'lgan. Mana masalan Yevropa komissiyasining prezidenti Ursula von der Leyen ham o'zining suhbatida birinchi marta shuni ta'kidladi. Avvalambor shuni ta'kidladi. Ya'ni Markaziy Osiyo va Yevropa ittifoqi bilan tarixan o'sha Buyuk Ipak yo'li orqali nafaqat savdo, balki shu madaniy va innovatsiya bir yo'lagi hamkorligi bo'lgan deyilganda, va bugungi kunda mana bir tarixiy yana imkoniyat paydo bo'lyaptiki, Markaziy Osiyo o'sha ma'lum bir sabablarga ko'ra dunyo savdo yo'laklaridan chetda qolib ketgan edi. Rivojlanish bir qanaqadir jarayonlardan biroz orqada qolgandek edi. Mana hozirgi kunda esa demak Yevropa bilan G'arb bilan Sharqni o'rtasida tabiiy va o'zi demak nima deydi, haqli o'rnini qayta tiklashga imkoniyat paydo bo'lyapti. Va yana o'sha ham savdo, ham madaniyat, kerak bo'lsa ham siyosat, ham xavfsizlik jihatidan, ham texnologiya jihatidan yana bir o'rtada bu nafaqat tranzit, men bunga qo'shilmayman. Bu Markaziy Osiyo tranzit yo'lagi emas. Bu ya'ni qancha tez o'tib ketish kerak haqida gap ketmayapti-da. Bular ham ta'kidlandi. Iloji boricha tez o'tib ketish kerak bo'lgan hudud emas, balki hab sifatida, markaz sifatida ko'rilyapti. Mana shu joyda pishish kerak. Mana shu Yevrosiyo demak mintaqasida ham siyosat, ham savdo, bir qanaqadir kelishuvlar, madaniyat bo'ladi. Boshqa hammasi Markaziy Osiyoda pishish kerak. Bu jihatdan biz tabiiy bir markazga aylanib boryapmiz-da. Bu jihatidan albatta mana shu o'rta yo'lakning rivojlanishi bo'ladimi yoki bo'lmasa Markaziy Osiyo va Xitoy o'rtasida temir yo'l bo'ladimi? Mana qurilyapti Qirg'iziston orqali. Bu hammasi o'sha uzoqni ko'zlagan bir katta bir siyosiy o'yin bo'lyapti hozirda, umuman oladigan bo'lsak. Bu jihatidan kerak bo'lsa mana shu mavjud bir geosiyosiy bir vaziyatni o'zgartirishga qodir bo'lgan, global bir siyosatni o'zgartirishga qodir bo'lgan jarayonlarning o'ylaymanki boshida turibmiz hozirgi kunda. Endi bu jihatda, bu mana shu kontekstda ham O'zbekiston rolini ham e'tirof etishimiz kerak. Baribir shuncha shu darajaga kelishimizda aynan hozirgi o'sha O'zbekistonni o'sha yaqin qo'shnilariga bo'lgan munosabati bo'ldi va ramziy ma'noda Yevropa ittifoqi European Investment Bank, ya'ni Yevropa investitsiya banklar ofisini aynan Toshkentda ochishga qaror qildi va birinchi sammit ham ko'rib turibsiz, aynan Samarqandda bo'ldi. Bu ham o'ziga xos bir katta bir ishonch yoki bo'lmasa umid borligini bildiradi. Ya'ni Yevropa investitsiya bankini ofisi mintaqaviy ofisi, ya'ni markaziy mintaqaviy ofisi aynan O'zbekistonda bo'lib ochilishiga demak qaror qilinishi, bu ham yangi bir investitsiya imkoniyatlarini ochadi deb o'ylayman. Oxirgi yakunlovchi savol, lekin bu bizani kuzatuvchilarimiz, umuman olganda aholimizga eng asosiy masala bo'lishi ham mumkin. Mana shunday darajada sammitni o'tkazyapmiz, munosabatlarimiz strategik darajaga chiqdi. Vizachi, vizalarga bir yengillik bo'ladimi? Bizning fuqarolar endi bemalol yoki osonlashgan tizimda vizaga topshirib Yevropaga sayohat qila oladimi endi? Bu savolingizga ham optimizm bilan qarash kerak deb o'ylayman. Bilasizmi, albatta bu bitta sammit deb birdaniga vizalar bekor bo'lib, bemalol vizasiz boramiz deyishimiz qiyin Yevropa ittifoqiga. Lekin shu bilan birgalikda mana shu yo'ldagi birinchi qadam desak ham bo'ladi. Men aminmanki, Yevropa ittifoqi bilan yaqin orada Markaziy Osiyo hamma davlatlari bo'lmasa ham O'zbekiston bilan o'sha viza borasida ancha yengillikka yaqinda ko'ramiz. Chunki Yevropa ittifoqining ham ma'lum bir mexanizmlari mavjud bu borasida. O'sha tashqi siyosatida ularda ma'lum bir davlatlar bilan viza rejimini yengillashtirish bo'yicha shartnomalar tuzish imkoniyatiga ega. Buning o'sha davlat bilan ma'lum bir majburiyatlarni olish ham demak
masalalari mavjud. Xususan readmissiya to'g'risida bir shartnomalar imzolash kerak bo'ladi. Ya'ni bizning fuqarolarimiz Yevropa ittifoqiga borganda agar qonunni buzsa yoki bo'lmasa vizasi tugab qolib ketsa yoki bo'lmasa nimadir sababli chiqib ketishga majbur bo'lsa, ularni O'zbekiston qaytarib olish majburiyatini olish kerak bo'ladi. Va mana hozirgi kunda mana shu borasida ma'lum bir muzokaralar olib borilyapti va mana shu strategik hamkorlikka chiqqanimiz ham shunga yangi yo'llar ochib beryapti. Hozirgi kunda mana shu oxirgi yakuniy kommunikeda ham bu narsa ta'kidlab o'tildi. Bu hozirgi kunda Qozog'iston bu jarayonni boshlagan. O'ylaymanki, keyingi davlat bu O'zbekiston bo'ladi. Va mana shu masalani demak yecha olsak, bunga ham ma'lum bir muddat kerak bo'ladi, lekin mana shu yecha olsak, O'zbekistonning fuqarolari ancha oson yetib boradi. Lekin buni kutmasdan ham mana shu davlat rahbarlari shuni ta'kidlashdiki, Markaziy Osiyodan shu yoshlar borishi Yevropa ittifoqiga, talabalar almashuvi, olimlar almashuvi, madaniyat sohasining vakillarining almashuvini osonlashtirish kerak deyildi. Buni o'ylaymanki, bu narsa Yevropa ittifoqi, Yevropa komissiyasining yoki Yevropa kengashining faqatgina qarori emas, bu shu Yevropadagi barcha davlatlarning ham istagi deb bilaman. Chunki Markaziy Osiyodan o'sha bilamiz, hozirgi kunda Yevropada ishga demak vakansiyalar juda ko'p va o'sha joyda Yevropada xususan Germaniya bo'ladimi, Shvetsiya bo'ladimi, boshqa davlatlarda ham malakali mutaxassislarga talab juda oshib boryapti va yildan yilga oshib boradi. Aholisi kamayib boryapti. Jihatidan bir qanaqadir tizimli ravishda fuqarolarning borishiga ham imkoniyatlar ochish kerak degan masalalar ko'tarilyapti. Bu jihatdan ham o'ylaymanki, mana shu bo'lgan nimalar, kelishuvlar mana shunga yangi bir yo'l ochib beradi. Talabalarimiz osonroq boradi. Hozirgi kunda ham boryapti, yildan yilga oshib boryapti buning demak talabalar soni Yevropa ittifoqida, lekin hali yetarli darajada emas deb o'ylayman. Bu narsani ancha osonlashishini yaqin orada ko'ramiz deb bilaman va aminmanki, mana shu kelishuvlar oqibatida mana shu yaqin orada deganimiz bu Yevropa ittifoqida kelishish har qanaqa masalada 28 ta davlatdan ruxsat olish kerak deganda. Hali 10 yil ketadi deb ta'kidlashgan. Har bir qadamini ular hammasi 28 ta davlat kelishguncha sal vaqt o'tadi. Va o'ylaymanki, Yevropa standartlarida tez orada bu masalada bir ijobiy bir natija ko'ramiz deb o'ylayman. Fikrlaringiz uchun kattakon rahmat. Siz bo'lsa kommentariyalarda izohlaringizni qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat. Rahmat. Rahmat.